Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan komplektni xudo xolasa bitta pasport evaziga muddatiy to'lovga xarid qildilar. Kelinlar sovg'a qilayotgan ekanlar onamizga. Ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli ko'rinishga ega rossiyskiy sifatli tilla bayramda ajoyib sovg'a bo'libdi. Tabriklaymiz. Yaxshiliklar nasib qilsin. Rozimisiz bizdan? Rahmat, roziman. Ishonch do'konina Yulduzga omad tilayman. Ishlarini rivoj. Hamisha yaxshi kunlarga taklif etaman hammani. Shu yerga kelib savdo etishlarini. Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga. Navbatdagi xaridimiz shunda italyanskiy Kristan Dior'ni sotyapti. Buni kimning podarkisi? Kelinlar podark etayotir. Xo'jayinning. Yana baxtli bo'lsinglar, qo'sha qari. Necha yillik klientimiz. Tug'ilgan kunmi? Ha, tug'ilgan. Bayrammi ya? Tug'ilgan kunlar bugun. Omad. Baxtli bo'lsin. Yoshlar qo'sha qarisin. Undan ham zo'rlamay tursin. Navbatdagi xaridimiz shunday qadimgi soyuz avvalgi yakutskiy brilliantimiz deyotirlar. Avvalgisi bu, hozirgi emas. Sirg'asining o'zi 904 gram keyotir. Ajoyib narsalar bor. 750 proba. Qashlari yonib yotibdi, katta qashlari. Xo'jayinning nomidan podarkimi? Singlimiz? Singlimizga xo'jayinning nomidan, onasining nomidan podarki. Yana to'ylarga taqqan, eng yaxshi narsalarni oladi birday. Analar qiz ikkisi ajoyib narsa oldi. Rahmat, Xudoyim sizlarni so'yring, barakat bersin Xudoyim. Amin, hammaga nasib etsin shunday komplektlar taqish. Baxtli bo'lgaysizlar, o'sha qaragaysizlar. Siz ham so'yirgaysiz Xudoyim. Navbatdagi xaridimiz shunday 750 proba bakinskiy brilliantimiz bo'ldi. 10 grammisi yojik brilliantimiz. Qashlari buning oppoq yonib yotibdi. Eng zo'ri bakinskiy brilliantimiz. Eng shu narsalardan o'zlarimizdan oldilar. Avvalda kelinlik vaqtida qaynonasi almashtirib deb bergan. Omad. Singlim to'ylarga taqish nasib etsin. Narxlarini qimmat narxda oldik. Birga bir o'tib turibdi bu narxlarni. Omading bersin. Navbatdagi xaridimiz shunday 750 bakinskiy brilliantimiz bo'yotirlar. Bular zigzag variantdagi 750 proba Bakudan keladi bu brilliantimiz. 0.98 karat, onda 70 gram. Arzon narxlarda qilib berdik. Avvalgi oltinlarni mana topshirib o'tir kelinlik vaqtidagi. Bular Toshkentskiy ekan. Buni ham narxlab oldik. Bunisini ham narxlab oldik. Ajoyib narsa oldilar. Singlimiz shu sestram hamma kelinlarni berib turibdi. Bir chetdan. Omad, baxtli bo'lsin, o'sha qarisin. Undan ham zo'rlan taqish nasib etsin. Omad hammaga.